Pokiston va Afg'oniston o'rtasida ochiq to'qnashuv. Islomobod qonli urush boshlaganini e'lon qildi. Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi ko'p yillik taranglik ochiq harbiy qarama-qarshilik bosqichiga o'tdi. Pokiston Islom Respublikasi mudofaa vaziri Xavaja Asif Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Tolibon harakati hukumatiga nisbatan rasman ochiq urush e'lon qildi. Ushbu keskin bayonot ikki davlat chegarasida shiddatli qurolli to'qnashuvlar va o'zaro raketa zarbalari fonida yangradi. Siyosiy ayblovlar va diplomatik inqiroz. Mudofaa vaziri Xavaja Asif o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida qat'iy ohangda bayonot berib, Afg'oniston rahbariyatiga qarata shunday dedi: "Endi biz siz bilan ochiq urush holatidamiz. Bu shafqatsiz va qonli urush bo'ladi. Pokiston armiyasi dengiz ortidan kelgani yo'q. Biz sizning qo'shningizmiz va sizning fe'l-atvoringizni yaxshi bilamiz. Pokiston tomoni Tolibon ma'muriyatini Afg'oniston hududini Hindistonning siyosiy mustamlakasiga aylantirganlikda, dunyoning turli nuqtalaridan kelgan terrorchilarga boshpana berib, qo'shni davlatlarga eksport qilayotganlikda hamda Hindistonning maxfiy xizmatlarining qo'lidagi qo'g'irchoq tuzilmaga aylanib qolganlikda aybladi. Chegaradagi harbiy vaziyat 26-fevral kuni Afg'onistonning milliy armiyasi bo'linmalari Pokiston harbiylari tomonidan amalga oshirilgan hujumlarga javoban Durand chizig'i, ya'ni Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi xalqaro darajada tan olingan chegara chizig'i bo'ylab keng ko'lamli harbiy operatsiyalarni boshladi. Jangovar harakatlar asosan Xost, Paktiya va Nuriston kabi chegara oldi viloyatlarida kuzatilmoqda. To'qnashuvlar oqibatida har ikki tomon harbiy xizmatchilari orasida qurbonlar va yaradorlar borligi tasdiqlangan. Havo hujumlari va yo'qotishlar mintaqadagi vaziyat aviatsiya ishga solinishi bilan yanada murakkablashdi. Pokistonning zarbasi, Pokistonning harbiy kuchlari Afg'onistonning Nangarxor viloyatida joylashgan yirik o'q dori omboriga havodan zarba berdi. Mahalliy manbalarning xabar berishicha, ushbu ombor butunlay yo'q qilingan. Afg'onistonning javobi. Afg'onistonning Tolo News axborot agentligi xavfsizlik xizmatlari ma'lumotlariga tayanib, afg'on harbiylari mamlakat havo hududini buzib kirgan Pokiston harbiy samolyotini urib tushirganini ma'lum qildi. Ziddiyatning sabablari. Ushbu harbiy mojaro Pokiston hukumati tomonidan provokatsiya va isyon deb baholanayotgan hodisalar zanjiridan so'ng boshlandi. Pokiston bosh vazirining matbuot kotibi Musharraf Zaidi Tolibon kuchlari chegara bo'ylab hech qanday sababsiz birinchi bo'lib o't ochganini da'vo qilmoqda. Hozirda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar so'nggi yillardagi eng quyi nuqtasiga yetgan, deyiladi ochiq xabarlarda.